Bugun biz deyarli har bir erkak hayotining biror davrida oylab ko'rgan savol haqida gaplashamiz. Ayollar qaysi erkaklarga ko'proq qiziqish bildiradilar? Ayollar faqat chiroyli yuzli erkaklarni yoqtiradilarmi? Boylik hamma narsani hal qiladimi? Qimmat mashinalar va hashamatli hayot erkakni yanada jozibador qiladimi yoki buning ortida boshqa bir sir bormi? Haqiqat shundaki, insoniy joziba juda murakkab tushuncha bo'lib, uni faqat tashqi ko'rinish yoki moliyaviy holat bilan izohlab bo'lmaydi, chunki vaqt o'tishi bilan eng muhim bo'lib qoladigan narsalar bu shaxsiyat, xarakter, ishonch va muomaladir. Ko'plab erkaklar hayotlarining katta qismini ayollarni qanday taassurot qoldirish mumkinligini o'ylab o'tkazadilar, ammo ko'pincha ular noto'g'ri yo'nalishda harakat qiladilar. Ba'zilar ko'proq pul topish hamma narsaning kaliti deb hisoblaydi, ba'zilar esa faqat tashqi ko'rinishini o'zgartirish bilan band bo'ladi, yana boshqalar esa boshqalarga o'xshashga harakat qiladi. Ammo ayollar psixologiyasini o'rgangan mutaxassislarning fikricha, haqiqiy joziba insonning ichki fazilatlaridan kelib chiqadi. O'ziga ishongan erkak odatda boshqalardan ajralib turadi, chunki u doimo boshqalarning tasdig'ini izlab yurmaydi. U kimligini, o'z qadrini va hayotda qaysi yo'ldan ketayotganini yaxshi biladi. Ammo bu ishonch kibr emas, chunki kibr odamlarni uzoqlashtiradi, ishonch esa yaqinlashtiradi. Ayollar ko'pincha o'ziga ishongan, lekin boshqalarni ham hurmat qiladigan erkaklarni yoqtiradilar. Yana bir muhim fazilat bu hissiy yetuklikdir. Ko'pchilik yosh jihatdan ulg'ayadi, ammo hissiy jihatdan yetuk bo'lolmaydi. Hissiy yetuk erkak esa o'z hislarini tushunadi va boshqalarning his-tuyg'ularini ham hurmat qiladi. U har bir kelishmovchilikni urushga aylantirmaydi, har bir tanqidga g'azab bilan javob bermaydi va qiyin vaziyatlarda ham o'zini boshqarishga harakat qiladi. Aynan shu sifat uni yanada jozibador qiladi, chunki ayollar bunday inson yonida o'zlarini xavfsizroq his qiladilar. Bundan tashqari, ayollar hayotda maqsadi bor erkaklarga ham qiziqadilar. Maqsad faqat pul topish degani emas, balki o'z ustida ishlash, rivojlanish va hayotini yaxshilash hamdir. Har kuni yangi narsalarni o'rganishga intiladigan va kelajagi haqida aniq tasavvurga ega bo'lgan erkak boshqalarda yaxshi taassurot qoldiradi, chunki maqsad inson xarakteriga alohida kuch va joziba bag'ishlaydi. Ayollar hurmat va ehtiromni ham juda qadrlaydilar. Ayollarga hurmat bilan munosabatda bo'ladigan, ularning fikrlarini tinglaydigan va yaxshi muomala qiladigan erkaklar ko'proq yoqadi, chunki hurmat har qanday mustahkam munosabatning asosidir. Agar munosabatda hurmat bo'lmasa, boshqa barcha fazilatlar o'z ahamiyatini yo'qotadi. Yaxshi xulq-atvor ham juda katta kuchga ega. Yoqimli muomala, yaxshi so'z, kichik mehribonlik va boshqalarga yaxshi munosabat odamlarning qalbida iz qoldiradi. Ayollar ko'pincha ularga o'zlarini yaxshi his qilgan erkaklarni eslab qoladilar, o'zini ko'rsatishga uringanlarni emas. Hazilkashlik ham muhim rol o'ynaydi, chunki quvnoq va ijobiy insonlar boshqalarga jozibadorroq ko'rinadi. Qiyin vaziyatlarda ham optimistik bo'la oladigan va boshqalarning yuziga tabassum olib keladigan inson odatda e'tiborni tortadi. Ammo hazil boshqalarni masxara qilish emas, balki ijobiy muhit yaratishdir. Yana bir muhim fazilat bu tinglay olish qobiliyatidir. Ko'pchilik gapirishni biladi, ammo tinglashni bilmaydi. Ayollar esa ularning gaplarini diqqat bilan tinglaydigan, ularning fikrlarini muhim deb biladigan va his-tuyg'ularini tushunishga harakat qiladigan erkaklarni qadrlaydilar, chunki har bir inson eshitilishni va tushunilishni istaydi. Halollik ham vaqt o'tishi bilan yanada qadrli bo'lib boradigan fazilatdir. Rostgo'y inson boshqalarning ishonchini qozonadi. Ishonch esa har qanday munosabatning eng mustahkam poydevoridir. Agar insonning so'zlari va amallari bir xil bo'lsa, odamlar unga ko'proq ishonadilar. Ayollar ham sun'iy ko'rinishdan ko'ra tabiiy va samimiy erkaklarni afzal ko'radilar. Mas'uliyat hissi ham juda muhim fazilatdir. O'z xatolarini tan oladigan, qarorlari uchun javob bera oladigan va boshqalarni ayblash o'rniga o'z ustida ishlaydigan erkak kuchli xarakter egasi hisoblanadi. Ayollar bunday erkaklar bilan o'zlarini xavfsizroq his qiladilar, chunki ular qiyinchiliklardan qochmaydi, balki ularga qarshi turadi. Ijobiy fikrlash ham katta jozibaga ega. Salbiy fikrlaydigan insonlar atrofdagilarning kayfiyatiga ham ta'sir qilishi mumkin. Ijobiy insonlar esa umid beradi va ular bilan vaqt o'tkazish yoqimli bo'ladi. Shuningdek, o'ziga g'amxo'rlik qilish ham muhim. Bu degani model kabi ko'rinish shart emas, balki tozalik, sog'liq va tashqi ko'rinishga e'tibor berishdir, chunki bu nafaqat boshqalarda yaxshi taassurot qoldiradi, balki